Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, qadrdonlar. Bugun o'rtacha, katta ham emas, kichik ham emas, ro'zg'orbob Avlikol deganlardan mana xudo xolasa bolasi shved, mana G'unojin. Bugungi sanamiz qadrdonlar 2026-yilning 19-may sanasida manzilni boshida aytib o'tamiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Hindimozor mahallasida. Sigir xudo xolasa dehqon akanimizning qo'lida. Do'stlar, bolasi 4 oylik G'unojin. Qornida 3 oylik bolasi bor, xudo xolasa mana. Sigir olgan odam puli o'zi bilan ketaveradi akalar. Xudo xolasa novoz chiqib qolsa xudo berdi-da. Sementalga qo'yilgan akalar. Mana birkalari, mana yelimlari, qornidagi 3-chi bolasi shved. Sementalga qo'yganmiz xudo xolasa akalar, bu bolasi shved birinchisi. Akalar yeb ichishlari hamma yo'g'i behijolat. Mana dehqonning qo'lida turibdi. Yeb ichmasa mol qoladi. Mana. Mana shved chiroyligini qaranglar, bo'zagini bor. O'zi ham to'qolda shoqi yo'qdan akalar, shaqini kuydirganmiz. To'qol varianti so'ragan G'unojin shundan. Sigir qilaman desanglar ham, omma chiroyli sigir chiqadi bundan ham. Bolasini aka, bu yelimlarini ham hozirdan ko'rib qolgan. Qadrdonlar. Mana akalar. Bu ertaman sog'ilgan jigarlar, bu unaqali ishirtirib, dimlanmagan. Mana sigirimiz yaxshi holatda mana. Kishov emas, hamma yo'g'i joyida. Behijolat. Yosh bolalar ham sog'averadi mana buni. Qiynalmay. Yeb ichishlari hamma yo'g'i zo'r, turishlari zo'r. Bizga odam olgan odam olsa baraka qilsa yoqadi bizga akalar. Mana birkalariga doğru mana turibdi akalar. Qirg'iziston mana birkada. Avlikoldan G'unojinimiz bu. Sifatini ko'rib baho berasizlar. Videomiz foydali bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz faqat shu dehqonlar uyidan mollari qo'yamiz akalar. Orada olib sotar yo'q, xudo xolasa mana. Mana yurishlari mana. Hamma yo'q joyida mana. Ko'rib baho berib, keyin olib ketasizlar mana. Akalar ob maza qilaverasiz. Ha, akalar. Olgan odam 3 ta mol oladi, qonni bilan yonida bor. Joning sog' bo'lgur. Qarang yurishini. Yurishini qaranglar, qadrdonlar buni. Sigirim bo'lsa shunaqa bo'lsin deganlar, Telefon qilaverasizlar. telefon qilasizlar. Andijon viloyati Oltinko'l tuman. Vishka oqoy. Ha akalar. Manzilimiz akalar, yana bir bor takrorlab o'tamiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Hindimozor mahallasida. Pastda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Ha akalar. Baho berib, Voy bukam. qadrdonlar, buni qiziq joyi narxida, xudo xolasa narxini akalar 45 ham demaymiz, 44 ham demaymiz. 43 dan jicha o'tib beramiz akalar. Bo'lsa halqa bo'lsa akalar bu maza qilib olishsin. Xo'p, akalar yana bitta ma'lumot, sut. Akalar 15 ta demaymiz, 13 ta tozaga olsin sutini. Sog'ib ichayotgan mana dehqon akamiz o'zidan 13 ta. Qarab ko'tarilaveradi. Biz endi eng pastini aytyapmiz, 13 ta akalar. Olgan odam yaxshi baqib bersa, yaxshi yemlab bersa, 15 taga ham oshirib nima qilsa bo'laveradi akalar. Oyoqlari, stakan tuyoq hamma yo'g'i joyida. Bolasi mana shved. Qornay bolasi akalar sementalga qo'yilgan. Gibrid semental tug'iladi bo'lajak farzandi buni. Baho berib, bittadan like bosib, sigir olaman degan aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa sinovda sigir olib baqadi, maza qiladi. Yosh farzandlari ham bo'lsa baqib, bemalol ko'chaga olib chiqib, sudrab yursa uyalmaydigan sigirlardan mana. Mana yurishlari qaranglar, akalar. Bir-biridan chiroyli. Ha, joning sog' bo'lgur. Mana akalar. Bo'lsa shunaqa sigiring bo'lsin. dehqondan pramo. Dehqondan. Sog' bo'lasizlar jigarlar. Bizni kuzatishda davom etib, bittadan like bosib,
obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunaqa foydali video qilib turamiz.